Ba'zi narsalar bor, hatto uni ko'rishingiz ham hayotingizni barbod qiladi. Hozir men sizlarga dunyodagi eng la'natlangan 5 ta buyum haqida aytib beraman. Agar sizlar shunaqa qo'rqinchli videoga qiziqsangiz, kanalimga obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani bosib qo'ying. Birinchi buyum Dubu Box, ya'ni jin qanot qo'yilgan kino idishi. Bu yahudiylar afsonasiga ko'ra jin qanot qo'yilgan ekan. 2001-yil buni sotib olgan Kevin ismli inson uni uyida g'alati hodisalar sodir bo'la boshladi. Uni onasining insult kasali, uydan har xil chinqiriq ovozlar va yomon tushlar. U hozir Louis muzeyida saqlanadi. Uni qarashga ham, ushlashga ham hech kimning jur'ati yetmaydi. Siz jur'at qilgan bo'larmidingiz? Fikringizni izohlarda yozib qo'ying. Ikkinchi buyum Robert qo'g'irchoq. Bu qo'g'irchoq 1900-yillarda Eguene ismli odam tomonidan yasalgan. U qo'g'irchoq yasalgandan keyin uydagi g'alati hodisalar boshlangan. Eguene ismli odam, ya'ni bu qo'g'irchoqni yasagan odam u bilan gaplashar va har kim uni mazax qilib rasmga olganda kamerasi buzilar yoki unda g'alati hodisalar sodir bo'ladi. Hozir Florida shtatidagi eng kuchli qo'riqlanadigan muzeyda saqlanadi. Uni suratga olishdan oldin ruxsat so'rash kerak. Agar ruxsat so'ramasangiz, siz bilan g'alati hodisalar sodir bo'lishi mumkin. Navbat 3-la'natlangan filmimiz Crying bo'lgan yig'layotgan bola rasmi. Bu rasm 1980-yillarda chizilgan va bu rasm qaysi uyda osilib turgan bo'lsa, o'sha uy yong'inda qolgan va bu rasm qolib qolgan. Bu rasmning yana ostonalari hammasida yong'in chiqqan, lekin bu rasm o'sha omon qolgan. Buni qanday omon qolgan deb o'ylaysiz? Bu rostdan la'natlanganmi yoki afsona? Fikringizni izohlarda qoldiring. Navbat 4-la'natlangan buyum. Bu oynali marvarid deb nomlanadi. Uni zargar shu marvaridni topib olgan va shu oynaga qaragan odam o'z aksini o'rniga boshqa g'alati va qo'rqinchli yuzlarni ko'rgan. Buni taqqan bir ayol izsiz yo'qolgan va u boshqa odamga o'tgan. U boshqa odam esa yurak xurujidan vafot etgan. Uni qayerdaligi noma'lum, balki hozir uni kimdir topib yurgan. Navbat 5-la'natlangan buyumga. Bu buyumni hammamiz bilamiz va internet tarmoqlarida juda keng tarqalgan qo'g'irchoq hisoblanadi. Ya'ni bu Annabelle qo'g'irchog'i. Bu Annabelle qo'g'irchog'ini 1970-yillarda bir hamshiraga sovg'a qilishadi va uyda Help Me degan yozuvlar va bir nechta paranormal hodisalar yuzaga kelgan. Buni masala qilgan hamshiraning o'rtog'i esa avtohalokatda vafot etgan. U juda qo'rqinchli qo'g'irchoq bo'lib, uni kinosi mavjud. Bu kino esa haqiqiy hayotdan olingan. Bu afsonami yoki haqiqat? Fikringizni izohlarda qoldiring. Mana bugungi la'natlangan narsalarni ham eshitib oldingiz. Agar shu yergacha videoni ko'rgan bo'lsangiz, videoga like bosing va shunaqa horror videolarga qiziqsangiz, kanalimga obuna bo'ling.